Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Vassa berganmiz 300 kvadrat. Hammasi lapet vassa. Vassamiz 17 mingdan bo'ldi, 300 kvadratlik uchun. Hammasi mana 50 vassa edi. Oralari zichligi. Siz qo'yganlaringizni ish olishadi, 300 kvadrat qilib olishadi. Keyin vassamizni bunaqa garbili ham bor. Bu ham 17 mingdan. Kimga zararli bo'lsa, ha. Ichida ulag'i bo'ladi va ichida mana ulaqlari bo'ladi. Ulaqlari bir-biriga 1 metrgacha o'tadi. Kvadratiga 100 kvadrat olsalaring 120 ga yetaveradi. Vassamizga ulgib qolinglar mana. Bruslarimiz, shorqa strapilarimiz seroq. Bemalol kelaverasizlar. Yangi yuklarimiz kelgan, furalarimiz, strapilar ekalarimiz kelgan. 14 lik strapilar, 11 lik. Shu shaklda 14 lik. Vassalar, mana strapilar. Dostonbek o'zi chetda. Xo'p, 11 liklari 96 ming, 4 ga 11. 14 liklar teva deylar, mana tiniq chiqqan. Ular 128 ming so'mdan. Seroq kelaverasizlar. Tushirib qo'yamiz. Strafilarimizni furadan tushirib olishyapti mana. Olgan kelashibdi. 14 lik berdik. O'zlar pramo tushirib olishyapti. To'sinlarimiz yuklab bo'ldi. Hammasi 1 bo'yli, 5 metrligida mana yo'g'onligini ko'ringlar. 317 18 shar yurasizlar, sog' bo'ling. Mana jo'natib boryapmiz klientlarimizga. Shuni qaranglar. Yana bu to'sindan seroq mana terilmasdan pachkasi bilan turibdi har yerda. Kimga zarar bo'lib qolsa, to'sinlar. Kelaverasizlar. Tevada ham o'na. Yaqinlashtirib beraman. Ularni qaranglar. Boshqa to'sinlarga qaraganda sifati o'ta zo'r. Mana. Kelaverasizlar.